Ko'rmabman buni. Derazaga yaqinlashsam, beliga bog'lab olganmi? Qo'lida oyoqcha turibdi. Biz plan qildik. Oyoqchani olsak baxtli bo'lamiz. Men ham xuddi shuni aytaman. Lekin qanaqasiga olamiz? Qarang, qarang. Hey! Isming nima? Ism bormi? Meni ism bormi? Ha, kel, men ko'ynini olib beraman senga. Ismingiz nima? Brat. Qo'rqyapman. What is your name? Nima bu? Voy, Shoshma, nima deyapti? Nima Xafa deyapti? qilma meni. qara, xafa qilma. Mencha buni xafa qilyapmiz. Brat, kelinglar bu yoqga. Men даже fikrim noaniq bo'lib qoldi. Qo'lda qattamami ayiqcha va bo'z bo'yaqcha qanaqasiga biz olamiz? Biz Pumani chaqirdik, qiz keldi. Qiz ham bekorga kelmadi. Biz ayiqchani unutib qoldirganimiz uchun qiz как будто bizga olib keldi. O'tgan bo'lsang, ular qaranglar bizga yordam berayotgandaymi, bilmayman. Что bari o'ziga mazza qilib, ana развлеченияsi uchun bizani o'ynatadi, bilasan, o'yinlar bor. Ha, yana biz qo'rqayotganimiz-ku, bular mazza qilyapti. Ha, kanvariga o'xshab. Omon aka. Nima? Ha bu qiz bola klon sakrab tepaga chiqib ketdi. O'ynatadi, bilasan, o'yinlar bor. Ha, yana biz qo'rqayotganimiz-ku, bular mazza qilyapti. Ha, kanvariga o'xshab. Omon aka. Nima? Ha bu qiz bola klon sakrab tepaga chiqib ketdi. Ana qarang, mana qarang, eshiting. Jinnimisan, qildirsiz? Ovoz eshityapsizmi? Shoshma. Jinnimisan? O'tirmashib tepaga chiqib ketdi. Nima derazani ham ochding? Hey, kitob tepada-ku. Davay to'xtinglar, yuraylik, qaraylik, kitob. Brat. Brat, qochib ket, tashqari. Ket. Gambit aka yuring. Gambit aka. Qoching, brat. Yuqor. Bo'l ket, yuqor. Bo'l, bu yoqqa maqsud, bu yoqqa. Qayerdadir yashab olish kerak. Bля, Gambit nima qolib ketdi? Ichkarida. Gambit? Yo-mo-yo. Bu yoqqa men kim edi, biladi, oyog'ini qatlab yuribmiz. Do'stlar, Gambit yana qolib ketdi. Nimaga qolib ketaveradi Gambit? Yana menimcha uni ko'zi oqarib qoldi. Ko'rdingizmi ko'zini? Men ko'zini ko'rganim, ko'zi hali oqargani yo'q, biladi, tuhmat qilmang, ya. Ayiqcha yana tim bo'li. Biz o'sha ayiqchani olib qo'yishimiz kerak uni qo'lidan. Hop, oyoqchani olishni yaqinlash kerakmi? Oldiga bora olaysanmi? Shu qichqirayotgan, shalla qilib tashlayotgan oldiga bora olaysanmi? Menimcha bizga yordam kerak. Mana shunaqa vaziyatlarda bizga kitob yordam beradi. Kitobdan ma'lumot olish uchun kitob olish kerak. Da. Hop, kitobga boramizmi o'zi? Qanaqadir Gambit chalg'itib tursa zo'r bo'lardi bizani. Gambit klon bo'lib yotibdi. Bu yoqdan ko'rib chiq, qarab bor, ancha qarab ke. Shu tamiyam o'zi. Lekin to'g'risi tushunmayman nima qilish kerakligini, do'stlar. Umuman tushunmayman. Mana bu klonni vonita bo'ldi, baqacha. Qo'cha. Nima bilan? Teskari qotqonma maqsud. Kir. Qoching. Kir. Yo-mo-yo. Qoch, yoping. Yo-mo-yo. Qara. Qara. Shoshma. Onasini ertagirsin yonmasi. O'sha chiqishimi, shuni yonish kerak emasmi buni? Nima bu? Gambit aka, brat. Gambit aka. Gambit aka. Voy! Yo. Stop. Gambit. Yaqin ol, yuzlarimni ko'rmayman. Gambit. Yaqin. Fanlar tut. Gambit aka. Brat. Labiga nima qildi? Stop. Tishlab oldimi labidan ham bu klon qiz? Nima qilding Gambitni? Qara, shuni qara. Ko'zini olgani. Gambit aka. Nima qilding Gambitga? Nima qilding? Brat, kitobni Gambit topib bergan bo'lsa-chi bu klon qizga. Chunki Gambit bilardi kitob qayerdaligini. Day tekshiraylik, brat. Chiq. Kitob hozir kelib qoladimi deyman-da. Chimidan ochiq. Oching. Bilak kitob o'g'irlagan. Yo'q, bo'ldi. Mana qog'ozni nima qilamanmi? Kitob o'zi joyidami o'zi? Da, do'stlar, kitob joyida, kitob joyida. Va bizga hozir sikkoning eng nozik joyi degan ayiqcha kerak. Va bu klon ismini dash bilmaymiz ham, ha? Da. Ismini aytmadimi? Men shuncha payt baqirib ham. Faqat meni xafa qilmanglar deb yuribdi. Просто Gambit ko'rdinglarmi og'zini? Og'zidan tishlab olgan Gambit. Gambit og'zidan tishlagan deydimi? Qon bo'lib yotibdi-yu. Ha, qizni og'zi qonmas-ku, ikkalasining og'zi qon bo'ladi. Nima qildi unda? Qayerdan bilaman, balki og'zidan qon kelganda biladi. Hop, shoshma qara. Kitob shotda, baribir o'sha savol joyida qoldi, maqsud. O'sha savol joyida qoldi. Tez bitta xonaga yashirib olaylik biz. Mana mana qara, hech bo'la yo'q. Uy ham oshi g'alati. Hali ham o'sha savol joyida.
aynan Chikkoni o'yinchog'i bunda nima qotdi? Kim bu? Может, bu sevgilisi uchun qasos olishga kelgandir bizning oldimizga. Hozir sen aytmoqchisanki, bu qiz Chikkoni xotini Da. va biz Chikkoni xafa qilganimiz uchun bu biza qasos olishga keldi demoqchisan. Shunaqami? Da. Bunaqa bo'lganda bu buni aytardi-ku, aytmayapti-ku. Faqat xafa qilmanglar mani, xafa qilmanglar mani. Biz unga nima qildik-ku, xafa qilmanglar. Naborot. U yana Gambit klon qotdi. Va qaysi paytda ko'rgansan Gambit klon bo'lganda og'zidan qon kelganini? Menimcha, shuncha paytdan beri Gambit klonga aylanishni boshlardi va endi prям juda ham mamnun kuchaydi. Odamda kasallik bo'ladi-yu, kuchayib boraveradi. Demak, Gambit borgan sari haqiqiy klonga aylanib demoqchimisan? Da. Yo'q, hamma o'ylaganchalik emas, shoshma. Bu qanaqadir yechim bo'lish kerak. Biz hali Goblin aytgandagidek o'yinchoqni ichini hali ochganimiz yo'q. O'yinchoq olish kerak, tushunsanmi? Maqsad shu bizda. Kim bu? Brat. Kim? Klon. Gambitga sizmisiz? Bu Gambit emas. Давайте faqat Gambit biladigan savolni berib ko'raylikchi Gambitga. Ochga? Qarang, Gambit aka, agar rostdan siz bo'lsangiz, biz hozir nima qilamiz o'zi вообще-то? Bekinib o'tiribsizlar. Yo'q, o'zi nima qilamiz? Nimaga keldik biz bu dachaga? Darknetni 5-qismini olamiz. Xo'p, bo'lmasa qarang, videoni boshida aytdim. Qancha like bo'lsa, bu videoning keyingi qismi chiqish kerak. 105 ming. Da, topdi. Esladim. Da Gambit. Ochga. Nima ishonmayapsan? Nima qildim men sizlarga? Nima? Shoshma. Ay, orqamga mana mix bor ekan kirib ketdi, bilat. O'zini o'zi qo'rqitib yuribdimi bu? Brat, Orqamga tish urdi. siz nima bizning orqamizdan yugurib qochmadingiz? Sallaga shu savol. Nimaga meni tashlab qochasanlar har doim? Mana orqangdan kelyapman, ishingni yopib qo'ygansan. Ishingni yopib qo'yib, savol qarangdan bir nimadir. Orqamdan mix kirib ketdi, do'stlar. Buni hammasi tabiat tomonidan senga berilgan jazo. Meni xafa qilganing uchun. Hammasi to'g'ri ekansiz. Shoshmang. Gambit aka, qarang, siz o'zi juda g'alati tutasiz. O'zi qarang mana. Bu birinchi marta emaski, biz ham o'zi qo'rqishni ozgina kamaytirdik. Lekin og'zingizni qarang, mana qarang. Qizil bo'lyapti. Pomada emas-da, bu oqyapti. Tishlab olgan. Nima? Qulpini yuvdim bu. Siz ataylab qizil pomada emas-da, bu oqyapti. Tishlab olgan. Nima? Qulpini yuvdim bu. Siz ataylab qizil voy. Men qayerdan bilay, qayerdan og'zim qizil. Sal nima menga eksponatdek qarayapsizlar? Brat, og'zingizni ko'rdingizmi qizarayotganini? Men seni ham labing qizil. Bor Maqsud, arqonni olib kel. Bor. Ma, olib ketaman, bor. Yo'q. O'rtoqlar, klon qani bu? Hali ham shetda bu. Eshikni och. Ochmayman senga eshikni. Siz xohlagan paytda bizga dushman bo'lib qolasiz. Va siz umuman tanolmayapsiz uni, chosmi? Havo qochganicha bu odamni. Qarshi qarang, Gambit aka. Sizdan iltimos. Masjidga sizni bog'lab qo'yamiz. Mana mametlar, temirda mana. Uni sudrab yuzsiz ko'chaga chiqa olmaysiz. Adavot. Ket! Nima oldingsan? Sindirasan o'z eshikni. Och eshikni. Yo'qol. Sen mendan yomonlik kutyapsanmi? Qara qilib tushuntiring sizga buni. Mana qarang, klonni ko'rasizmi? Balkim ayb sallani ko'zingdadir. Aka, kamerachi. Kamera haqiqatda oladi. Ya'ni menga ko'zimga mana ko'rish mumkin, jinni bo'lib qolsam, lekin kamera jinni. Tushuntirsiz ko'zingizda mana. Salla aytayotgan narsalar men ko'rmaganman. Kadrga tushgan narsalar, как будто бы AI. Hay, agarda bizani do'stimni biz siz iltimos mashinasiz bog'lab qo'yinglar, turing. Biz hal qilamiz. O'sha o'yinchoqchiga narsa olib siz tuzatamiz. Talashmaydi, o'tiring bo'ldi. Hozir. Maqsud arqonni olib kel. May. Ber arqonni. Nima bo'ldi? Nima baqashar qo'ysan? U pastda ham mana eshikni sindirmoqchi bo'lib bor kuchi bilan harakat qilyapti. Eshikni och deb. Hop, ichkarida nima qiladi u? Bilmayman, menimcha yana Gambitni oldiga kirmoqchi. Gambitni oldiga kirib nima qiladi u? Jinnimiz, ha? Gambitni ko'zini oqartirib klon qilmoqchi-yu, bu klonlarning hammasi. Boylab qo'ymasdan ham prosta chiqmasdan o'tiring, sen ham o'tiraveraman. Aka, siz o'zingizda emassiz. Shoshma, yaxshilab bog'lamayman. Chiqim katta arqon olib kelgin-de. Seriyozmi? Bundan chiqib ketasiz-da. Eng qizig'i arqon hovlidan qatdan olib kelaman hozir men arqon. Pastda, Chemodanni ber. Nima? Chemodanni ber. Chemodanni nima qilasan? Chemodanni ber. Bilet. Chemodanni ber. Hop, bu chemodanni berdi-yu. Ketmayapti ham-da, qo'ldagi o'yinchoq bir malab olish kerak-da. Tushunasizlarmi? Qo'ldagi o'yinchoq olish kerak. Mana shu o'zi bilan qattiqroq bog'lab o'rish kerak ekan bitanimcha. Shomil uka,
sen meni boylab ketganingga qaraganda, seni yoningda bo'lsam, meni ko'proq o'ynab deydi. Qanaqasiga? Sen ishongin-ku. Nima qilasiz? Ay qo'yga o'xshab boylab ketmagan, men sen yoningda yuraman, все нормально. Qo'yga o'xshatganlar. O'tgan safar ham Gambitdan bizga Chikkoni ushlab turishda yordam bergan. Вот и все, jigar. Qaragin yomonlab turdi, yoqishni qarab o'tadi. Yo, men Gambit tarafman-da, brat. Hozir Gambit klonganini solib nima qilasan? Keyin o'sha paytda bog'lab qo'yamiz. Demak, hech qachon bog'lamaysizlar meni. Bir marta ishondi dedingiz, ishonamiz. Let's go! Nima qilyapmiz? Missiya nima? Mana bu oyoqchani olish kerak. Qara. So'zlariga e'tibor ber. Xafa qilma meni. Xafa qilma. Xafa qilma meni. Brat. Xafa qilmaslik kerak-da. Qalbiga to'g'ri yo'l topish kerak. Chiqamizda, sekin boshini solib, o'zim bitta erkalab beraman. Shu paytda sekin o'yinchoni tortib olamiz. Ha? Xafa qilma deb turibdi. Xafa qilish kerak emas, sizni uni xursand qilish kerak. Nima, prosta shunaqa qilsak bo'ldi deb o'ylaysizmi? Singlim yaxshimisiz? Qarang, chiroyliligingizni qalbingizga yo'l topmoqchiman. Ha, maylimi sizni bir yarim tez bo'lsa, ozgina bundoq boshini silab yaxshi gapirsak, xafa bo'lmaydi, xursand bo'ladi, tushunsan? O'sha paytda prям tik oyoqchani olamiz. Qarang, lekin bu rejangiz ham o'xshamasa, brat ishonch kutmang-da. Men qo'limdan kelganini qilaman, jigar. Davay, qani ko'ramiz. Hop, eshik ochdim lekin, Gambit aka qarang. Let's go. Qo'rqma jigar, men borman. Davay Gambit aka, sizga ishonamiz. Yana eshitolsam ovozni. Biz chiqyapti tashqari. Chiq, Maqsud orqada qolib ketma. Qani? Qanaqa chiroyli bilan? Chiroyliman. Sen chiroyli emassan, o'zi qo'rqinchlisan. Ha, qo'rqinchlisan. Bu jahli chiqib keldi. Chiroylisan. Sochlaringni qara chiroyliligini. Kiyimlarini qara yarashganini, omo. Hop. Ko'zlarini qaragin chiroyliligini. Rostdan. Shunaqa ham chiroyli qiz bo'ladi. Tirnoqlarini qaragin. Vau! Men bunaqa lezi ko'rmaganman. Shirinligini qara. Chiroyliman. Voy, вообще chiroylisiz. Qoshlaringizni qarang, terilgan. Menimcha o'xshamaydi. Chiroyliman. Qarang, Chiroyliman. menga yoqib qoldingiz. Maylimi sizga sevgi izhor qilsam? Qo'llaringizni bundoq qiling. Tirnoqlaringizni qarang, chiroyliligini. Mana bunisini ham ko'rsating. Bu qo'llaringizga bor-ku. Yarash. Chiroyliman. Ha! Chiroyli keling. Ya, Sen beni chiroyimdan foydalanmoqchimiding? Mahkamda hisob demasman. Gambit aka. Hisob demasman. Kel. Bo'l, kir. ya. Bo'l, kelmat. Ay! Bunaqa bola baqirmasdan, bular qiz bola baqirsa boshqa qo'rqar ekan odam. O'tirib qo'ydim-a. Hatcha o'xshadi-yu detsil, to'g'rimi? Harakat qilib berdim-u. Uncha olamadik-da, lekin Ey, chiroylisiz deydimi? Menga Chiroyliman. menga turmushga chiqing deydi. Gambit qanaqadir klon o'ylamoqchi. O'zi aslida bor-ku. Ha. Holatimiz juda yomon, lekin Gambit qilayotgan ishlar vashcha kulgili. Lekin eshitdingizmi? U men ukamdek sodda emasman dedi. Mahkamda hisob demasman. Qo'lida Chikkoni qo'g'irchog'i bo'lsa, demak ukasi Chikko bo'ladi. Shunda ukasi uchun qasos olishga kelgan bizning oldimizga. Shoshma, qara. Hozir shunday kelib chiqyapti-ki, endi hozir bizning taxminimiz bo'yicha bu Chikkoni opasi va biz ukasini xafa qilib tashlaganimiz uchun opasi qasos olishga kelyapti va chemodanni so'rayapti. Qasos olishga kelgan odam prosta kelib turib bizlarni qo'rqitib, biram yo'q qilib ketmaydimi? Boya aytdim-ku, o'yinchoni olib kelgan bizga. Kakta, anu Chikko eslasang, men sizlarga oxirgi marta yordam beruvdim. Endi sizlarga yordam bermaydi. Chikko emas, uni Kobra aytgan. Voy, ko'pligidan eslayam yo'q. Kobra bizga aytgandi. Men sizlarga yordam berishga harakat qildim. Ana endi men sizga yordam bermayman. Как будто bu ham shunaqa yordam berayotgandek, tipa. Ha, ya'ni biz o'sha payt foydalanmadik. Mana ana endi shuncha klonga kunimiz qolib ketdi. Hozir foydalansak deb yaxshi bo'ladi. Da, qalbiga yana ham yo'l topish. Da. Nima qilasiz endi bu safar? Shuncha qilsa endi bu safar qanaqa yo'l topmoqchisiz? Unga sen yo'q bo'lsan, omon. Xullas bolalar, qaranglar, menda reja bor va bu ham bo'lsa, bizni tuzoq qo'yishimiz kerak. Ya'ni qaranglar, hozir biz oldiga oyoqchani olib qo'yolmaymiz. Agarda bizni, men qarang tepani ko'rsam, shu to'rani mashti bir intiri bir to'r bormi bizda, yoki pardami to'r bormi, Maqsud? Ada boya men podolda ko'rgandim. To'r i arqon ham bor edi. Bo'lmasa, podoni olamiz, to'rni qo'yamiz, Mametga mana Mametga chemadonni qo'yamiz va eshik ochamiz, o'zimiz uzoqqa ketamiz. U ko'radi, chemadon deb kelib, men qorong'i-ku bu zimistonda ko'rmaydi. Bu to'r bo'rlashib qolgan payti bizga kelib turib, o'sha
ichiga to'g'ri tortib, sudrab o'yinchoq ovoz bo'ladi. Genial! Hozir просто qarab turganimizdan ko'ra mana shu versiya yaxshiroq va keyin undan keyin o'yinchoq ichimdan narsalar olib gambit sotamiz. Vot! Mana shu plan bo'yicha ishlaylik. Birinchi marta videodan nimadir olib yutaylik. No hozir biz nima qilamiz? Kimdir chalg'itib turish kerak-ku. Axir gambit aka. Qanday jigar? Sizlar bemalol podvalga tushib, kerakli bo'lgan asbob, uskunalarni olgan holatda mashaq kelsanglar, shu yerda ko'rishamiz. Bo'pti. Chiqing. Men bularga cho'rnovoyman. Xohlagan narsasini qildiradi. O'zi chiqaman dedi-ku. Popona, chamadan mandaki. Let's go. Chiroyliligingni qara, to'xta, uzoqroq tur, iltimos. Tashqarida. Ana. Juda ham chiroylisan. Chiroylimi? Ayiqching ham zo'r. Sochlaring o'zingga yarashgan. Qoshlaringni qara, bay. Ebla bo'lmayapti, bo'la qolinglar. Kulishingga alohida 5.